O'zgidromet 8-11 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-11 dekabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-dekabrda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 9-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 10-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 11-dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. 8-9 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-11 dekabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 9-dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 10-dekabrda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 11-dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 8-13 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida 8-dekabrda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 9-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 10-dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 11-dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-9 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 8-dekabrda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 9-dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 10-dekabrda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq. 11-dekabrda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-9 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-dekabrda 2-7 daraja iliq, 9-11 dekabrda 0-5 daraja iliq. 10-11 dekabrda ba'zi joylarda 2 daraja sovuqqacha, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-9 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-9 dekabrda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 10-11 dekabrda 0-5 daraja sovuq, kunduzi 8-dekabrda 6-11 daraja iliq, 9 va 11 dekabrda 3-8 daraja iliq. 10-dekabrda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10 dekabrda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuchli bo'lishi mumkin. 11 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 8-9 dekabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi.
Harorat 8-dekabrda kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 9-11 dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi.